Assalomu alaykum. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2026-yil O'zbekistonda mahallani rivojlantirish va jamiyatni mustahkamlash yili deb e'lon qilingan edi. Shu munosabat bilan keling, bugun Istiqbol gazetasi ijodiy jamoasi bilan birgalikda Zangiota tumani O'ratepa mahalla fuqarolar yig'ini tarixi bilan tanishib chiqamiz. O'ratepa mahallasi o'zining qadimiy tarixi, yer-suv sharoiti, mehnatsevar dehqonlari, bog'bonlari, hunarmandlari hamda ilmli, ma'rifatli insonlari bilan tanilgan. Bu hududda dastlab hozirgi Eshonguzar qo'rg'oniga asos solgan toshkentlik Lutfulla Eshon-Madali Eshon o'g'li va uning qarindoshlarining dala hovlilari bo'lib, ular bu yerda yilning bahor, yoz va kuz fasllarida istiqomat qilishgan. Ular tomonidan ko'p savobli ishlar amalga oshirilgan. O'ratepa deb atalishining sababi Tojikistonning O'ratepa degan shaharidan Do'landar degan qishloqdan 3 ta aka-uka bu yoqqa ko'chib kelgan. Aka-ukalarning eng kattasi Mirjuman, undan keyin Mirkomil, undan keyin Mirfozil. Mirjuman degani hozirgi Vatan kinoteatri oldida Mirjuman mahallasi bor, o'sha yerda qolgan. O'sha qani mahallaning ichidagi ko'pchiliklar o'sha Mirjuman otaning avlodlari bo'ladi. Hisoblanadi. Endi o'ta Mirjuman, asli Mirjuman. Mahalla o'sha odam nomi. Qolgan ikkitalari bu yerda joy so'rashgan, mana shu joylarni berilgan. Bu suvni bo'yigacha. Bu suv shoyim ko'prik deyilardi o'sha tomonda. O'sha tomonga. Pastki kanallar bo'lmagan. Shu pastki kanallar keyinchalik mana GES qurilayotgani munosabati bilan o'sha yerga suv tushirish uchun anaqada platinadan bo'g'ib olib kelingan yasama kanal. Ana shu yerga joylashgan. Bu yerda yana aytadi chala deydi. Chala deyishning sababi ikki xil versiya deydi, anaqa bor. Biri aytadi, aro qazib kelayotganda shu yerda chala qolib ketgan deydi. Biri aytadi, chala cho'l bo'lgan, bu yerda ekin bitmagan, suv kelmagan. Keyin o'sha O'ratepaliklar bu yoqqa qazib, cho'dan suv olib kelib, shu yerda dehqonchilik qilib, shu yerda qo'yib palay yozgan shu yerda. Ushbu mahallada joylashgan uzoq yillik eshik ham bizni o'ziga jalb qildi. Kim bor? Daqara. Bu eshikni yasalganiga taxminan bir 150 yil bo'lgan bo'lsa kerak. O'sha paytda yasalganligini isboti, masalan, osho degan narsa yo'q bu yerda. Ruslarning mixlari ishlatilmagani sababi mana bitta isboti mana bu. Ana shu paytda aniqalar temirchilar orqali yasalgan. Mix qilib yasalgan, mana shunaqa qoqilgan. Shulardan hozir mana shu ikkitasi asrlanib qolgan hozir. Buni qolgan. Bu ya o'sha paytdagi zulflar. Orqadagi zanjirlar ham o'sha paytdagi zanjirlar. Joyini hech ham quplanmaydi, hali ham quplanmaydi, ilgariga ham quplanmagan. Shu joyini Zal otamiz rahmatli bilan almashtirishga ham qo'ymaganlar. O'ratepa shifokorlar, yog'och o'ymakorlar, san'atkorlar sulolalari bilan ham mashhur. Bugungi kunda 1330 ta xonadonda tinch totuvlikda istiqomat qilayotgan 5000 nafardan ziyod aholi o'z mahallalari farovonlik yo'lida mehnat qilmoqdalar. Har bir kunlarini shukronalik bilan o'tkazmoqdalar.